Hasanboyda joylashgan obyektimizni 3 sotuvga loyiha qilib berganmiz. 1 etaj uglovoyga joylashgan uchastkamizni xonalarimiz balandligi 420. Qaddini ko'rasizlar, baland bo'lib turishini tomlari bilan. Bu yoq tarafimizda bizda garaj qismimiz bor. Navis ko'rasizlarmi? Podvisnoy qilganmiz. Nima bo'pti biz podvisnoy qilganmiz? Chunki kolonna bilan kraskiniyamizdan tashqariga qurilish qilib olib chiqsa bo'lmaydi. O'shani hisobiga kolonna bermaganmiz. Podvisnoy qilib joylashtirganmiz. Bo'pti. Biz bu yerda hozir endi interior dizaynni qilganmiz. Buni noldan loyihasi eksterior dizaynlar bilan qilib berganmiz. Mana proyektimiz bo'yicha alhamdulillah birga bir chiqibdi. Shunaqa proyekt asosida realizatsiya qilinsa, ko'rib maza qilaman-da. Loyihamizga o'zingizlar bitta baho berib qo'yasizlar. Mana o'sha yerda o'tgan navis qismimiz, podvisnoy, mashinalar qo'yayotganda ham kolonnalarimiz umuman mashinaga xalaqit bermaydi. Degan mashinani qo'yib qo'yiladi. Qolgan payt uyga olib qo'yishadi. Proyektimizga bitta baho berib qo'yasizlar.